Assalomu alaykum. Onlayn reklama a'zolari, sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz ko'z nervi tomiri qurishi. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlarimiz, siruplarimiz yordamida ko'z nervi tomiri qayta tiklanadi. Shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Men 5 yildan buyon, 10 yildan buyon davolanaman. Ko'zimni qurib ketmasligi uchun, nerv tomiri qurigan, ko'z puchayib qolmasligi uchun men lecheniya olaman. 10 yil, 5 yil, 10 yildan buyon davolanib shu lecheniya olib turibman. Ko'z qurib qolmasligi uchun, nerv tomiri qurigan, ko'zni o'zi qurimasligi uchun, namlanib turishi uchun lecheniya olaman degan bemorlar uchraydi va ko'z nerv tomirim qurigan deydi. Ko'z nervi tomir qurishi udar desa ham nerv tomirga zo'riqib, nerv tomir o'tilib ketib qurishi bo'ladi. Va ko'proq bemorlar operatsiya jarayonida ham nerv tomir kesilib ketib, u holatda ham nerv tomir qurishi bo'ladi. Ko'plab bemorlar murojaat qiladi. Mening ko'z nervi tomirim quribdi. Jarrohlik qilganni ham foydasi yo'q, lecheniya qilganni ham foydasi yo'q deyishdi menga, deyishadi. Qanchadan qancha bemorlarimiz, nervi tomiri qurigan bemorlarimiz bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimiz tabiiy giyohlari, siruplaridan iste'mol qilib ko'zi yaxshi ko'radigan bo'lib, nervi tomir qayta rivojlanib, sog'lom ko'z bo'lgan bemorlarimiz bor. Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchiman. Birinchi tajriba o'zim. Men yosh paytimda, yosh kelin paytimda ko'zimni operatsiya qildirganman. 3-4 yildan keyin yana ko'rmay qoldi. Bitta ko'zim operatsiya jarayonida nerv tomiri kesilib ketgan. Kesilgandan keyin u quriydi. Keyin umuman hech narsa ko'rmay qoldi. Ko'zim, bitta ko'zim qop qorong'i bo'lar edi, yoqdi ham ko'rmasdi. O'ng ko'zim yaxshi bo'ldi, chap ko'zim umuman sog'lom edi, chala bo'lsa ham ko'rardi, lekin operatsiyada nerv tomiri kesilib ketib, umuman ko'rmay qop qorong'i bo'lib qoldi, yorug'lik ko'rmasdi, sezilmasdi ham umuman. Keyin o'ng tarafim 80% bo'ldi dedilar. O'zi 40-50% shunaqa dedi, ikkita ko'zim ham. Keyin o'ng tarafim 80% bo'ldi dedi. 2-3 yildan keyin yana o'z holiga qaytdi. Oldingidan ham jiddiylashdi. Oldimda ustada turgan narsani ham erkin qo'limni uzatib, nimaligini bilib olmasdim. Olib, qo'limga olib, tarelkani ko'zimga yaqin olib kelib, shunday qarab, keyin olib yerdim yeydigan majmi. Shunaqa holatga kelib qoldi. Keyin Allohning qudrati ila ustozim onam edi, Alloh rahmatiga olsin. Onam dorilarni ishlab berishdi, keyin o'zim davom qildirdim. Shuni bilan Allohga shukr, Allohning qudrati keng, marhamati buyuk zot, har bir narsaga qodir egam, yakka yolg'iz o'zi bir. O'ziga shukr. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allohimga tavakkal qilamiz hamisha. Shifosini berib, birinchi tajriba o'zim. Allohga shukr, hozirgi kunda nerv tomirim qayta tiklanib, sog'lom ko'z bo'lganman. Allohga shukr, bemalol mashina haydayman, ochkisiz yozaman, telefonda ham, internetlarda ham bemalol ochkisiz o'qiy olaman, kompyuterda ham bemalol ochkisiz ishlab bilaman. Allohga shukr. Umuman ochki ishlatmayman, lekin oldin operatsiya bo'lganligi sababli quyosh bo'lsa ham, bulut bo'lsa ham u holatlar ko'z qamashadi. U paytda hamilon ochki olsaman, ko'z qamashadi. Operatsiyadan keyingi asoratda bu. Ko'z yoshlanadi, qamashadi. Shuning uchun iloji boricha umuman agar o'zimni ko'z nerv tomirimni qayta tiklashini bilsam, ko'zimni ko'rishini yaxshi tiklashni oldindan bilsam, umuman operatsiya qildirmagan bo'lardim. Men kutmaganman. Men ko'z bo'yicha ham davolayman deb kutmaganman. Allohning qudrati ila mana shu mo'jizalar bo'lib, ko'z o'ng tarafim Allohga shukr 100% ko'radi, chap tarafim ham pashli 100% ko'radi. Bemalol mashina haydab bilaman, bez ochki. Alloh behisob shukr.
har bir narsaga qodir ekan buyuk zot o'zi. Shuning uchun Allohdan nima so'rasangiz beradi. Faqat yurakdan ixlos bilan so'rang, shifoingizni beradi bemalol. Mana o'zim birinchi tajriba o'zim. Allohga beadad hamd bo'lsin. O'ziga har bir narsaga qodir ekan o'zi. Allohdan qo'rqaman va Allohni sevaman, Allohga suyanaman. Mana 31 yillik ish faoliyatimizdan kelib chiqib aytaman. Tajribalarimni Allohni mo'jizalarini, har xil mo'jizalarni, ko'rmagan mo'jizalarimni ko'rib turganimga o'zingga behisob hamd va sano bo'lsin Allohim deyman. O'zim biz kutmagan mo'jizalar bo'ladi-da. Allohning qudratiyle. Chunki kasallar ham rang-barang svet bo'lganda, kasallar ham rang-barangi ko'p. Bir kasallikni 1000 xil turi bor. Ana shunda mo'jizalarni ko'rib Allohga beadad hamd bo'lsin deyman. Allohim har bir narsaga qodir ekan buyuk zot yakka yolg'iz o'zi bir. Qanchadan qancha minglagan mo'jizalarni ko'rib kelyapmiz. Allohga behisob beadad shukrona bo'lsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Bemalol ko'z nerv tomirini qayta tiklasa bo'ladi deb tavsiya qilaman. Bemalol giyohlarimizni olib sog'lom bo'lishlaringiz mumkin. Bemorlarga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin.